boshlanganiga 2 yilga to'lmagan gemoroyni, bavosirni men aytgan usul bilan to'liq tuzatib olsangiz bo'ladi. Bu usul bilan eski gemoroylarni ham darajasini pasaytirsangiz yoki yengillashtirsa bo'ladi. Buning uchun hijriy 16-chisloda dumg'aza sohasiga 5 ta 6 ta zuluk qo'yiladi. Ertasi kuni och qoringa 17-hijriy kuniga boldirlardan quymuch venasi, vena safina parvani basseyniga hijoma qilib qon olinadi. Ya'ni taqim chuqurchasi va pastdagi boldirlar mushaklarining ustiga hijoma qilib qancha banka joylashsa, o'shanda qon olinadi. Mana shuni doimiy har oyda regularni qilib borsa, badanda savdo moddalari kamayib boradi, Benson yozgandek, va ana shu gemoroy ham savdo moddalarini yig'ilib ko'payib ketishdan paydo bo'ladi. Bu kasallik ham sekin-sekin yo'qoladi. Bu usul yana son suyagi asiblik nekrozda ham juda yaxshi foyda beradi. Bundan tashqari varikoz kasalliklari ham, yengil boshlangan varikoz kasalliklarni ham yo'qotib yuboradi. Xudo xolasa, sog' bo'linglar.